Namanganda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Bugun 4-fevral kuni Namangan shahrining To'raqo'rg'on ko'chasida katta yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Bugun soat 02:46 da Namangan shahar Shodlik mahallasi To'raqo'rg'on ko'chasida joylashgan majmua binosida yong'in bo'layotgani haqida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Xabarga asosan yong'in qutqaruv ekipajlari soat 0:52 da yetib borib, soat 0:57 da qurshab olib, soat 03:45 da bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida binoning shift va tom qismidan 90 kvadrat metr maydoni yonib zararlangan. Yong'in oqibatida kuyish va tan jarohat olish holatlari aniqlanmagan. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari aniqlashtirilayotgani ma'lum qilindi. O'zingiz va oilangizni asrang.